o'zlaringizni qo'llaringizcha pul ham berganmiz. Ya shantajlik qilmaydi. Aka. Qaynotaman men Shantajlik qilmaydi. Nima vaqtiga xo'p o'sha narsa nima uchun kelin o'sha vaqtda aytmadingiz. vaqtiga to'lab solig'ini boshiga unday kelishuv bo'lmadi. Qarang, men Silsoatga borganman siz bilan bila. Yo'q, siz uni anav qilmang. Yo'q, gapim Siz o'shanda mana men qaynotangiz bilan kelishgan vaqtimda men bor. o'sha narsani aytgansiz. O'sha vaqtiga o'sha solig'ini ham to'laymiz. Voy erkak aytgan. Men bormadim. Sherga nega menga birog'i shuncha qarz bor? Korotchuni anav qilmaysiz, korot chiqib ketasiz. Qani hujjat? Telefoningga qo'shsana. Aya, men urush janjal bilan kelmaganman. Kallayni ishlatib qo'shsana. Aya? Hujjat ko'rsat. Mayli, tushirsin. Hujjat ko'rsatingizda. Bo'ldi, qilingan hujjat Hujjat ko'rsatingizda mayli o'sha. bo'lmasa boya to'lovni o'zimiz Voy qaytaramiz. to'lovni qaytaramiz. Qancha to'lov? Voy chiqingizlar uydan. Aka, yaxshi bilan nima qilyapsiz? Nima qilasiz yaxshi nomdan? Uy bizlarnikimi? Mana nomiga turibdimi? Uchoska bizlarni uyimizmi? Yangam bilan gaplashyapman. Uchoska yangam nomidami? Yo'q, yangingizni nomida chiqib ketdi sizga. Sizni nomingizda. Ikkalamiz Silsoatga bordik bular. Esizdami? Xo'p, bordik. O'sha pulni oldi, meni qo'limdan oldingizmi? U o'sha pulni qaytaramiz dedim-ku men. Bu olgani yo'q, bu olgani yo'q. Olganman yo'q. Meni bitimga qarang yanga. Bu olgani yo'q. Aya, jim turing. Meni telefonimda rasmi ham bor. Agar dangaliga keladigan bo'lsak va sud, endi yaxshi yomon bo'lmaylik. Yaxshi qo'shni yomon bo'lmaylik degan maqsadda. O'sha sudma bo'lsa sudga ham boramiz. Yurish niyatim yo'q aka meni. Sudma bo'lsa sudlashamiz. Xo'p, qancha soliq to'ladingiz? Shuni ayting. Soliq to'langan? Mana shu 2024, 2025 qancha soliq to'ladingiz? To'langan solig'ini endi sizga отчет berishimiz shart emas. Lekin biz yopdik. Men o'shani yopib beraman, sizga beraman pulini. Menga qarang. Qancha to'laganingiz? To'laganingiz emas. Nima? 5 yil bordim. 5 yildan beri bordim. Aka, menga qarang. O to'lanmagan dedi. To'lov qilinmagan. Jim turing. Uchoska meniki bo'ldi, teginmaysiz. Qachon bordingiz? Aka, men oldimga bordingizmi? Men oldimga bor. Qaynotangizmi? Kimga deb bergansiz siz? Kimga? Qaynotamga. Vallahi Shavkat aka deb bergansiz. Boshida unday kelib. Boshiga kelishuv. Dada, jim turing. Dada, jim turing. Qancha? 180. Yanga, menga qarang. 180 ming. Menga qarang, dada. Mana hali chekkigacha anosigacha turibdi. Ishlayapsizmi? 670 so'm. Felix aka. Siz ham aralashmang. Yo'q, men aralashmasam bo'lmaydi. Yanga, menga qarang siz. Ikamiz bordik, pulni oldingiz, qo'l qo'ydingiz, rasmga tushdik. Siz ham tushdingiz, men ham tushdim, bordik. Rasm pasimga tushgan. Qani ko'rsating rasmini? Videosi. Olib kelib ko'rsating. Olib kelib ko'rsataman. Qo'l qo'yganingizdan ko'rsataman. Bo'ldimi? Mana o'sha rasmini, o'sha anoni ko'rsatingizlar qani bir ko'raylik qani mana. Qancha soliq to'laganingizni ayting menga. 180 ming Yo'q, 2024 Yo'q, 25 qancha to'lagansiz? Badara tekshirsam 670 ming tushgan 180 ming to'lagan. Dada, men urushmoqchi emasman. Bu kishilar bilan nima qilasiz? 180 ming deyapsiz, soliq. Hech qanaqangi 180 ming emas. Tekshirib keldim deyapti. 1,5 milliondan osh soliq to'langan. Bo'ldi. Aka, 1,5 milliondan soliq to'lagansiz. Nechinchi yilda to'lagansiz? 60 so'mdan to'langan. 60 so'mdan to'langan. So'mni shuncha bersak bo'ldimi? Ana qaynotangiz lafsizlik qilib aralashtirma. Boshiga yo'q, boshiga qaynotangiz. Kimning nomida? Qaynotangiz bilan sudga bermay. qaynotangiz bilan qaynotamning aloqasi yo'q. Yo'q, kelin. Kirmayizlar deyildimi? Men bu ayt o'sha kuni ham endi Shuhratning nomida turibdi. nima turibdi? Qani hujjatingizni ko'rsating, qani hujjatingizni ko'rsating. Mahallada ham turibdi kompyuterda. Yo'q, hujjatingizni ko'rsating. Yo'q, hujjatingizni ko'rsating. Hujjatni ham ko'rsataman. Siz Ko'rsating hujjatni. Siz yanga. Hujjatingizni ko'rsating. Eshitib Shuhratning nomiga o'tkazib beraman. Shuncha summa oldim deb
qo'l qo'ygansiz. Hujjatingiz, ha, o'sha hujjatingizni ko'rsating. Qani o'sha kadastringizmi? O'sha egalik huquqimi? O'shani ko'rsating bu yoqqa olib kelinglar. Uni o'chirib qo'y keyin ana qilasiz. Keyin qarang aka. Xohlang, no'lik chiqing. Xohlang, portalga chiqing. Qaynatam bilan urushgan bo'lsangiz, qaynatam bilavermaysiz. Bu berganimcha, pul berguncha mallay Shavkat deyilmagan, eshitmayman Shuhrat deyilgan. Menga qarang. U narsani yuzsizlik qilib turib, oyoq osti qilish kerak emas. Emas aka. Oyoq osti qilish kerak emas. Hurmat qilmadingiz. Hurmat qilgan odam 5 yildan beri yo bo'lmasa 4 yildan beri o'zini bor-ku. O'zini ana manfaatini o'ylab turib bilgan ishini qilinmaydi. Haqqingiz yo'q, yangamdamida. Yo nima uchun aralashgan? Lekin men rozi Men bo'ldim. yerimi? Rozi bo'lishingiz bo'lmasligi sizni qo'lingiz qo'yilgan, yanga. Nima qilasiz? Akamni ham olib tiqtirib tashlab, sutma-sut yugurgan foydasi. Nima qilasiz? Men tiqtirmoqchimiz. Tiqtirmoqchi emasman. Bo'ldi, qo'lingizdan kelsa tiqtiring. Nima uchun men o'zimni uyimga o'zim xo'jaylik qilaman? Nima uchun tiqtiraman? Hozir portalga ham 102 qilaman, palanchilar 102 qilsangiz ham, 102 qilsangiz ham men uyimga turibman, uyimga turibman. Ha, uyimga turibman. Men uchastkamda turibman. Qanday uchastkangiz? Qani hujjatingizni ko'rsating. Hujjatim turibdi. Ko'rsating hujjatingizni. Ha, hujjat. Opkang, tilxat topding menga. Hujjatingizni olib keling bu yoqqa. Tilxat topding. Men prosta hurmat qilib, yanga aka, mayli, soliq pulini beraman sizga men deb keldim. Sizga emas, yangamga. Chunki uy sizning nomingizda. Unda meni uyimga kelib turib hech kim haqqi yo'q. Ey, qaynatangiz ham, qaynanangiz ham sizdan haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q hech qaysiz. Qaynam umuman aloqasi. Uning uchun borku. Boshda to'lov qildim deb Bo'ldi, nima problema? Xudodan qo'rqing. Men to'layman dedim sizga 2 oylik. Vijdon sizlarga bo'lish kerak, yanga. Vijdon sizlarga bo'lish kerak. Qanday 180 ming? Tilxat emas, kadastr hujjatingizni ko'rsating. Hujjatingizni ko'rsating. Yo'q, hujjatingizni ko'rsating. Men 5 yildan beri meni ahmoq. Yo'q, vahim emas. Meni uyimga kelib turib shantajlik qilib turib, Umuman haqqingiz yo'q. nima haqqim yo'q? Meni uyimga kelyapsizlar, meni uyimga kelyapsizlar. Qanday sizning uchastkangiz? Qani hujjatingizni ko'rsating. Ha, hujjatingizni. Dokument qilingan. Hujjatingizni ko'rsating. Oyoq osti qilmaysiz uni. Soliqning cheki bor. 4 ta bolam bilan xor qilib qo'yishga Oyoq osti qilmang, unda shantajlik qilib turib. Men sizga borku, men sizga ona qilmang. Bu yerga kelib turib shantajlik qilmang meni. Meni uyimga turibman men. Qani, hujjatingizni ko'rsating. Qonuniy hujjatingizni ko'rsating. Qonuniy hujjat tayyor bo'lyapti. Kadastr tayyor. Qani hujjatingizni ko'rsating. Dokumentni olib, aka borku, menga videoga olib bunday qo'yotmang. Chunki u yangi U videoga olib emas, u narsani o'qimang. Sizning nomeringiz borku. Nomeringiz 100 men sizga yaxshi muomala 102 qilsam, men qilsam ham siz hech qanday hech kim hech nima qilolmaydi. Hech nima qilolmaydi. qilinmaydi. Qilinadi. Yo'q, hech nima qilolmaydi. Uchun qilinmaydi. Qilinadi. Yo'q, hozir aytyapsiz siz. Hozir siz aytyapsiz, meni uyimga kelib turib shantajlik qilib. 02 qing. Davlat haqqimni ajratib beradi. 4 ta bolam bilan men ko'chaga Shantajlik qilmang. Meni uyimga kelib turib siz bemalol oyoq osti qilishga kim haq huquq berdi? Kim haq huquq berdi? 9 million berganman. Yangamni qo'liga berganman, imzosi ham bor. 13 million 600 ming bergansiz. Berilgan. 5 million keyin Ana shantajlik qilmang. O'sha pulingizni qaytariladi. meni videoga tushirib O'sha pul qaytariladi. tashlang. Yo'q, to'xtang. O'sha dekabrgacha o'sha qaytariladi. Agar davlat haq bo'lsa, meni 4 ta bolam bilan xor qilib qo'ymaydi. Bo'ldi, davlat haqmi, nohaqmi? Hujjatingizni ko'rsating dedi anoqing. U shantajlikka o'tib olmang bu. Meni uyimga kelib turib haqqingiz yo'q. Manada uy qilaman. Nima qilasiz? Uy qilasiz. Kim ruxsat beradi sizga? Ruxsat bermaydi. men ruxsat berdim. Tilxatim bor mening. Mana Meni egas. tilxatim bor. Mana o'ylab, hozir bular kiyib olgan. Azizlar o'rtoqlar, hozir o'ylamga bostirib kirib, bemalol o'zi xohlaganda kelib turib, uyimga kelib turib, bu o'zlaricha bu shantajlik qilib, endi kelgan, endi hozir 102 qilasizmi, 1000 qilasizmi? Har qanday o'zicha ana qilyapti bular. Endi
mana o'zicha mana kuyovga o'z boshimchalik bilan o'zicha hamma narsani o'qib mana meni uyim mana endi bemalol kelib turib o'zlaricha shantajlik yo'li bilan anavi qilyapti endi. Hozir endi bu mahallasi profilaktika inspektori ham endi o'zicha ular tarafga o'tgan, o'sha kuni sotib olganman, o'qiganman degan gaplar qiluvdi, lekin mana hech qanday men 107 ga muhtaram prezidentimizga anosiga hammasiga anavi qilamiz. Mana bu yoqqa kir. Anani ham kirgizdi. Hozir 102 qilasan. Короче, mana hozir 102 qilasan. Hozir ananga chiqamiz bosh prokuraturaga. Nima qilasiz? 02ni chaqirib ustingizdan yozaman. Bo'ldi. 02ni chaqirmasangiz boshqani chaqiring. Bo'ldi, mana syomka mana meni uyimga kelib shantajlik qilishga hech kim haq huquq bergan yo'q birinchidan. Mana endi hozir mana endi qarang mahalla deb shantajlik qilyapti. Endi mana hozir akajon bo'ldi. Mana endi hozir